Yoshim uncha ulg'aymagan bo'lsa ham, hayot haqida turli xil kalitlarga ega bo'ldim. Hayotning eng zo'r sabog'i bu hammadan keyin o'zingizni qo'yish va hamma tomonidan eziqlanish. Bu saboq birinchi o'ringa o'zingni qo'y. Boshqalarni qo'yma. Qachonki sen o'zingni unutsang, boshqalar tomonidan ezilanasan, o'sha sen yuqoriga qo'ygan insonlaring tomonidan azob, og'riq his qilasan. Agarki siz o'zingizdan ham yuqori qo'ygan insonlaringizni va shuncha vaqtdan beri kimlarnidir yuqoriga qo'yib shu insonlar uchun yashagan bo'lsangiz, shu insonlar orqali his qilib ko'ring. Eslang, shu insonlar orqali og'riq, qadrsizlik, ezilish, yurak toptalish shu insonlar orqali totib ko'rgansiz. Bu hayot sabog'i. Bu nima deyapti? Hayot, butun borliq nima deyapti? Birinchi o'ringa yaratganni va o'zingni qo'y deyapti. Agarda kimdir turmush o'rtog'ini yuqoriga qo'ysa, turmush o'rtog'i taraflama sanaladi. Vafo, vafosizlik, xiyonat yoki qadrsizlik. Yana shunda voy dod deb o'zingizga savol berasiz. Nima uchun shuncha sevdim? Nimaga o'zimni shuncha bag'ishladim? Shu insonga butun hayotimni, yoshligimni, tanamni, go'zalligimni, hamma narsamni bag'ishladim. Nima uchun bu inson tarafdan bunchalar nohaqlik deb dod solishingiz mumkin. Bu saboq. Shuni o'rgatyaptiki, turmush o'rtog'ingiz qo'li bilan kirib kelyapti. Butun borliqdan berilinayotgan, hayotdan berilinayotgan saboq yaratgan va sizning o'rtangizda turmush o'rtog'ingiz bo'la olmaydi. Turmush o'rtog'ingiz ham balansni, tarozini qo'shib qo'yib, meni yuqoriga qo'yma, men senga xudo bo'la olmayman deb xiyonat orqali, qadrsizlik orqali pul bermasligi, jazolashi, farzandlaringizni olib qo'yishi, tashlab ketishligi, xiyonat, qancha narsalar orqali saboq beraveradi. Keyingisi farzandlar orqali. Ko'p onalar o'zini farzandiga bag'ishlab yuboradi. Butun hayotini tasavvur qiling, yillari, kunlari, daqiqalari har birini o'zini shunchalar unutib qo'yib farzandlariga bag'ishlab yuboradi. Vaqti kelib farzandlar bir do'q urib onaning yuragini chil-parchin qiladi. Bir do'q urib yoki nimadir olib kelib onasiga bir tushundim bermay olib o'tib ketadi. Bu ham saboq. Qanday saboq deyishingiz mumkin. Nima uchun farzandlarimga bor umrimni berdim, bor hayotimni berdim, o'zimni bag'ishladim deyishingiz mumkin. Bu saboq aytilyaptiki, dunyo sendan boshlanadi. O'zini unutgan inson, o'zini unutib, o'zini qadrsiz qilgan inson, o'zligidan kechgan inson o'sha insonni boshqalar qanday qilib qadrlasin deydi. Shunday deb butun borliq aks-sado uradi. O'zingni qadrlamagan insonga bo'laveradi deb hamma ko'rsatadi. Bir chindim narsa yoki bir chindim qadr, bir chindim mehr ham bo'laveradi. Chunki o'sha inson o'ziga ulashmayotgan narsani boshqalar ham sezadi. Boshqalar ham bera olmaydi. Borliq ana shu paytda ham farzandini pastga tushirish uchun tarozini yoqib qo'yadi. Farzandni tepadan tushirish uchun. Shu inson, ayol kishi ko'pdan ko'p farzandingni tepangdan tushir. Boshingdan tushir. Bosim bo'lib ketdi o'zingga, o'zingni unutib qo'yding. Sen o'zingdan ham yuqoriga balanga chiqarding deb turib, farzandlaringni chiqarib qo'yding deb borliq shunday belgilar berayotgan bo'ladi.
Shunday saboqlar bilan ayolga ko'rsatadi, lekin ayol ana shu paytda shunchalar qiynaladi, tushunmaydi. Nimaga menga bunday muomala, nimaga menga bunday nohaqlik, nimaga menga bunday munosabat deb ichida isyon qiladi, ichida qiynaladi, ichida yig'laydi. Ko'z yoshlari chiqa olmay qoladi, qalbi qotishni boshlaydi. Ko'zlari qurib, tanadan ko'rinishni boshlaydi. Va tananing qayerdan kasallik chiqishni, qayerdandir kasallik orqali ko'rinishni boshlaydi. Va ayol bu hayotdan ketishni boshlaydi. Tanlov qiladi. Nimaga bu nohaq hayotda yashashim kerak? Turmush o'rtog'imdan qadr topa olmadim, farzandlarimdan qadr topa olmadim. Atrofimdagilar hamma menga nohaqlik qildi deb. Men qayerda xato qildim deb savol beradi. Men qayerda xato qildim? Men kimga mehr bera olmadim? Kimga yaxshilik qila olmadim? Nimaga shuncha yaxshilik qildim, lekin yaxshilik qaytmadi? Demak, dunyo yaxshilikni bilmas ekan. Demak, dunyodan yaxshilik qaytmas ekan. Dunyo ana shu paytda eng katta isyoni yaratganga boshlanadi. Yaratgan, sen meni ko'rmading. Sen menga shuncha insonlarga yaxshilik qildim, lekin sen menga yaxshilik bermading. Men qayerda xato qildim deyishni boshlaydi. Lekin ana shu paytda anglash kerakki, eng katta xatoni inson o'zini unutgan payti, o'zligidan kechgan payti, o'zini qadrsiz qilgan payti, qalbidan, tanasidan uzoqlashgan paytda xatoni ana shu joyda qilgan edi. Ana shu joyda xato boshlangan edi. Aslida bu hayotda xato degan tushuncha ham yo'q. Har bir narsa, har bir vaziyat, har bir bo'lib o'tayotgan voqealar, har bir chiqayotgan insonlar, har biri darslik, har biri saboq. Lekin ana shu paytga yetib bormaslik uchun, qayerda xato qildim deyishmaslik uchun, hozir va shu onda siz mana shu golosni eshitayotgan paytingizda, mening mana shu sizga yetkaztirib bermoqchi bo'lgan narsamni eshitayotgan paytingizda quloq soling, qarang, uyg'oning. Siz o'zingiz bilan birgamisiz? Hozir o'zingizni qadrlayapsizmi? O'zingizni yaxshi ko'ryapsizmi? O'zingizning qalbingiz tomon qadam qo'yyapsizmi? Savol bering o'zingizga. Men hozir kimni qadrlayapman? Men hozir kimni birinchi o'ringa qo'yyapman? Mahkam quchoqlang o'zingizni. Yaxshiyam sen borsan, sen uchun yashayman deng. Yaxshi, mahkam quchoqlang tanangizni, qalbingizni, o'zingizni, ichingizdagi jajji bola uchun yashang. Bu bilan boshqalarga tupurish kerak degani emas, ularni ham chetga surib qo'yish kerak degani emas. Birinchi o'rinda siz, o'zingiz, qalbingiz va keyin atrofdagilar. Qancha siz o'zingiz bilan ulanganingiz sayin, o'zingiz bilan bog'langaningiz sayin, baxtiyor bo'lganingiz sayin, ko'zlaringiz chaqnagani sayin, ichingizdan porlaganingiz sayin, shunda turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz, atrofingizdagilar, shunda sizning nuringizdan ularning ham tanasi, ularning ham qalbi orom olishni boshlaydi. Hozir e'tibor bering, uyg'oning. Hozir siz qayerga qadam tashlab ketyapsiz? Siz uchun ikkita yo'l bor. Siz qaysi yo'ldan yurmoqchisiz? O'zingiz tomonmi yoki boshqalar tomonmi? Siz bilan qalbshunos Surayyo bo'ldi. Anglashlaringiz, ichki kechinmalaringiz bilan bo'lishing.